Yaqinda 5 yashar bolasi 3 yashar qizalog'ini olib yosh xotinlar yonimga keldi. Masala shundaki, ikkalamiz kelishmaymiz, doimo urushamiz. Buni otasida nevroz bor ekan deb kuyovga dashnom berib, undan norozi bo'lib gapiryapti. Yigit esa seni o'zingda psixoz bor. Sen onangdan o'tgan deb bir-birini nima qilishyapti. Keyin men hazillashtimda, ikkalang ham tibbiy ko'rikdan o'tmadinglarmi? O'sha yerda nevropatolog va psixiatr degan joyi ham bor. Desak, albatta yo'q dedi. Ko'rdingizmi? Mana albatta yo'q. Shu yerda nasl suradimi deb ikkalasi ham so'rab yotibdi. Umuman olganda nevroz va psixoz nasl surmaydi. Ko'pchilik kasalliklarda qaysidir holatga nisbatan moyillik bo'lishi mumkin. Otasida nevroz bor ekan, endi o'g'lida ham nevroz bo'ladi. Onasida psixoz bor ekan, albatta qizida ham psixoz bo'ladi degan emas. Qaysidir xarakterologik xususiyatlar onadan qizga, otadan o'g'ilga o'tishi mumkin. Bu degani otadan faqat o'g'ilga degani emas, qizga ham o'tishi mumkin. Bu bor psixogenetikada, lekin to'laqonli unga bog'lab qo'yish kerak emas. Buni olimlar 100 yil oldin o'rgangan. Nevroz va psixoz mana shu ikkita kasallik. Tashqi omillar natijasida yo'q ham bo'lib ketishi mumkin. Deylik, bolalik chog'ida, maktab yoshi paytida nervli edi, jahldor edi, agressiyaga, affektga tushib qolardi. Lekin ota-onaning bosiqligi orqasidan, maktab o'qituvchilarining bosiqligi orqasidan va maktab yoshida deylik, o'smirlik yoshida psixologga borib, bolasi bilan bog'liq vaziyatlarni korreksiya qilib yurgan holatlarda, oiladagi sog'lom psixologik muhit ta'minlangan holatlarda albatta endi ko'ptak otgan boladagi nevroz va psixoz holatlari darrov o'tib ketadi. Hattoki bu holatda nima qilmoqchisizlar desa, meni bolalarimga ham bu o'tadi, ajralaman degan darajaga borgan. 5 yashar bola ham jahldor, urushqoq, yig'loqi, 3 yashar qizaloq ham tinimsiz yig'lar ekan. Sizlar bolalarni oldirib urushasizlarmi desam, ha deyishdi. Men har doim aytaman, 12 yoshgacha bolani nevrozi bor, xarakteri o'zgargan, affekt holatiga tushib qoladi deb kelsa, otasi va onasini avvalambor davolash kerak deb. Bundan kerakli xulosa chiqarib oladi yoshlar deb o'ylayman.